Hammaga assalomu alaykum obunachilar. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun sizlar bilan birinchi biletdan boshlab 10 ta savol tahlilini qilib beraman. Orasida kalit so'zlar bo'ladi. Eng muhim joylarni aytib o'tib ketaman. Agar bularni eslab qoladigan bo'lsangiz, imtihondan birinchi urinishda o'tasiz bo'ladi. Hozir oldindan laykni bosib qo'ying, chunki juda ham ko'p ma'lumotlar bo'ladi va shunga yarasha ma'lumotni olib imtihonga tayyor bo'lasiz. Xo'p, qaraymiz. Birinchi savolimiz: qo'shaloq shinalar orasiga begona jism kirib qolgan paytda transport vositasidan foydalanishga ruxsat etiladimi? Sizga zo'r kalit so'z aytib o'tib ketaman. Agar begona jism kirib qoladigan bo'lsa, banular orasiga har doim to'g'ri javobimiz taxlanadi bo'ladi. Tushunarligi? Bu savol 3 xil shaklda keladi, barchasi taxlanadigan javobimiz to'g'ri kelaveradi. Ikkinchi savolimiz: qaysi rasmda to'rtta tasma ko'rsatilgan deyapti? Xo'p, rasmlarga qaraymiz. Agarda yo'lda o'rtasida ikkitali sidirg'a chiziq ko'rsangiz, ikkitali chiziq, mana bu yerda ham ikkitali chizig'imiz bor. Mana bu joyda ham ikkitali chizig'imiz bor. Ikkitali sidirg'a chiziq turgan bo'lsa, eng kamida 4 ta tasma bo'ladi. Tushunarligi? Undan kam tasma bo'ladi, yo 6 ta bo'ladi, yo 4 ta bo'ladi, 8 ta bo'ladi. Xo'p, to'g'ri javobimiz bu yerda barcha rasmda, ya'ni 1, 2, 3-rasmlarda 4 ta tasma bor deymiz. Keyingi savolimiz: qaysi belgi teng ahamiyatli yo'llar kesishish chorrahasiga yaqin shakli haqida ogohlantiradi? Xo'p, qaraymiz. Mana bu belgimiz imtiyoz belgilariga kiradi. Ya'ni ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuv, ikkinchi darajali yo'l bilan tutashuv, yo'l bering, ikki tomonlama yo'l boshlanishi va mana bu teng ahamiyatli chorraha belgimiz hisoblanadi. To'g'ri javobimiz 5-belgi bo'lyapti. Keyingi savolimiz: haydovchi poyezdni o'tkazib yuborish uchun to'g'ri to'xtadimi? Xo'p, qaraymiz. Mana bu poyezd yo'li, ya'ni temir yo'l kechmasiga yetmasdan qancha masofa saqlash haqida savol kelyapti. Agarda shlagbaum bo'lmasa, mana shlagbaum yo'q hozir. 5 metr masofa saqlash qonun qoidaga to'g'ri kelmaydi. 10 metr masofa saqlashingiz kerak bo'ladi. Tushunarligi? Shlagbaum bo'lmaydigan bo'lsa 10 metr masofa saqlaysiz. Agar shlagbaum bo'lsa, shlagbaumdan 5 metr masofa saqlaysiz, to'g'ri bo'ladi. Hozir bu yerda qonun qoida bo'yicha taxlanadigan javobimiz, ya'ni noto'g'ri to'xtayapti degan javobimiz to'g'ri keladi. Keyingi savol: aholi punktlarida quvib o'tishda qanday ogohlantirish choralaridan foydalanish mumkin deyapti. Aholi punktlarida quvib o'tmoqchi bo'lsangiz, signal ishorasidan foydalanishingizga ruxsat berilmaydi. Ya'ni siz faqatgina yaqinda yoki uzoqda yorituvchi chiroqlar bilan quvib o'tib olishingiz mumkin. Aholi punktlaridan tashqarisida bo'ladigan bo'lsa, signal chalsangiz ham bo'ladi. Keyingi savolimiz: avtobus haydovchisiga bu joyda odam tushirishga ruxsat etiladimi? To'g'ri javobimiz taxlanadi. Sababi bu joyimiz bekat emas, ya'ni parkovka. Avtobuslar yo'nalishli transport vositasi bo'lganligi uchun faqatgina bekatda to'xtasa bo'ladi xolos. Bekatdan tashqari to'xtalmaydi. Ruxsat berilmaydi. Shuning uchun avtobusimiz hozir bu yerda taxlanadigan javobni olsak to'g'ri kelaveradi. Keyingi savolimiz: N2, N3, ya'ni M3 gacha bo'lgan toifadagi transport vositalarini orqa devoriga yozilish kerak bo'ladi. Ya'ni katta yuk avtomobillari bor yoki avtobuslar bor. Mana shularning orqasiga nima yoziladi deyapti. Albatta raqami, ya'ni mashina raqami kichkina bo'lganligi uchun ko'rinmaydi yuk avtomobillarning orqasida. Shuni hisobiga raqamini yozib qo'yadigan bo'lsangiz, orqa devoriga, eshigiga o'shanda to'g'ri bo'ladi. Yaxshi ko'rinadigan raqam belgisi degan javobni to'g'ri deb tanlaymiz. Keyingi savolimiz: tiyagich, ya'ni haydovchi nima qilish kerak bu yerda? Hozir orqasidan probka bo'lib qolyapti, ya'ni avtomobillar to'planib qolyapti. Bu sekin harakat qilganligi uchun. Endi nima qiladi? Mana bu xavfli burilishlardan o'tgandan keyin to'xtab orqasidagi avtomobillarni o'tkazib yuborsa bo'ldi. Tushunarligi? To'g'ri javobimiz xavfli burilishdan 100 metr o'tib, to'xtashi orqadagi transport vositalarida o'tkazib yuborishi. Navbatdagi savolimiz: siz chapga burilishga yoki qayrilib olishga qaror qildingiz. Orqa ko'zguga, ya'ni orqaga qaradingizki, ortingizdagi haydovchi sizni quvib o'tmoqchi, ya'ni o'sha qarama-qarshi tomonga chiqib bo'lgan, sizni quvib o'tmoqchi bo'lyapti. Nima qilasiz? Bu paytda siz burilishga harakat qilmay turishingiz kerak. O'sha orqangizdagi avtomobilni o'tkazib yuborib turib, keyin burilsangiz to'g'ri bo'ladi. Tushunarligi? Hozirgi javobimizda burilishni chap ko'rsatkichga yoqish va bu xato. Xo'p, sizni ortingizdan kelayotgan haydovchi sizni quvib o'tib ketgandan so'nggina burilishni chap ko'rsatkich chiroqlarini yoqsangiz bo'ladi. To'g'ri javobimiz aynan shu javob bo'lyapti. Navbatdagi oxirgi savolimiz. Oxirgisidan tahlil qilishdan oldin aytib o'tib ketay. Bizga YouTube kanalimizni kuzatayotgan bo'lsangiz yoki yangi qo'shilgan bo'lsangiz, obunani bosib har bitta videomizni kuzatib boring va ko'proq foydali video chiqarib borishimiz uchun laykni ham bosib qo'ysangiz bo'ladi.
Xo'p, bu savolimizga qaraymiz. Qizil avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib kesib o'tadi? Qizil avtomobilimiz oxirgi bo'lib kesib o'tadi. Chunki mana bu joyda tramvay o'tib ketyapti to'g'riga qarab. Bu qizil tramvayni o'tkazib yuboradi va to'g'risidagi transport vositalari ham qizilga yo'l berish shart emas, ya'ni o'zini yo'nalishi bo'ylab harakat qilyapti. Hozir to'g'ri javobimiz oxirgi bo'lib o'tadi. Agar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Va bizni onlayn kurslarimiz ham bor. Ya'ni siz imtihonga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, yaqinda kirib qilib chiqqan bo'lsa yoki oldin topshirib hozir endi oldin o'talmagan bo'lsa yoki hozir endi topshirmoqchi bo'lsangiz, sizni imtihonga onlayn shaklda 2 haftagacha tayyorlab beramiz. Qo'shilish uchun mana shu pastda ko'ringan nomerga aloqaga chiqing yoki Telegramga o'tib bizga murojaat qilsangiz bo'ladi.